Monster yaxshimi? Monster bilan kecha soat 1:30gacha, 2gacha o'tiribmiz. Keyin ketdi hozir Dubayda. Ha. Monster yaxshi ekan. Ali Karol. Şu Ali Karol Dilyani o'rayapti. Davay ko'rishaylik, dacha to'qqa. Dilya kelibdi O'zbekistonga, bir ko'rishinglar. Yo'q. Bilaman, Ali Karol. Bayilsan bu hozir qo'rqyapti. Anaqayda, mamlakatda. Lekin sen ham jalab abijinni odamsan, qiz ko'rma. Nimasini? Men Dilyaga aytyapman, Ali Karol. Yo, men aytolmam bunga. Nima kerak bo'lsa-da ham men hal qilib beraman o'tirgan joyimdan deyman. Ko'chaga chiqasanmi, qayerqadir borasanmi, pul tomonlama, muammong bormi? Marishat qilib beraman deyman. Birovlarning gapiga o'chma, bularning maqsadi mana bularni. Bu olib chiqatda olib borib, keyin ko'rishadi, asalim, ukajonim, singlim deydi-da, keyin toqqa olib boraman, yur aylantiraman deydi-da, olib borib keyin so'moqchi bo'ladi-da bu. Kim? Ali Karol. Ha, lekin unday. Singilcha bu. Ana singilcha deb aldab soladi. Yaxshi gapirib. Men deydi, zino qilmayman deydi. Keyin nikohimga olaman deydi. Baribir deydi, seni ering yo'q, anoning yo'q deydi. Men nikohimga olaman deydi, nikohiga oladi, ishini bitiradi, keyin sekin 3 taloqda berib qochadi. O'zi ham Dilya shuncha asrab yurganmi? Ali Karolga berib qo'ysa ya. Shuni aytaman mana. Jinni-yu bu. Bu o'zi uchun jinni, puxta jinnida bu. Mayli, jinni bo'lsa ham sen. Yo'q, hozir birinchi boshida yaxshi gapirib, keyin shantajlikka o'tdi. Mana Anlibanot aka tirik guvohlar. Ha, Bakir o'tdi, qaydasan? Adresingni ayt. O'ldiraman o'zimni bo'lmasam deyapti. Bilan. Ali menga qara. Content qo'yib yotasan, endi video qo'yib yotasan. 80 ta qarindoshingdan boshqa it ko'rmaydi-ku. Onasini sen Toshkentda turasan, bir mashhur odamlar bilan bir 4-5 ta video olsang bo'lmaydimi? Ya men oldimga kelib bitta o'z videoga tushib ketsa, bundan ham normal. Manda videolar turibdi, o'shani TikTokka qo'yishga sen nima qilaman deysan uni. Sen o'ylagan Ali, sen o'ylagan artistlar, sen o'ylagan qo'shiqchilarni mana bu yerda o'zini profili ham 100 ta, 200 ta podpischi bilan yuribdi. Ular o'ziga bir mashhur odam kerak. Sen mashhur deb o'ylagan odamlaring bu yerda mashhur emas. Kecha bitta qizni oldiga borib qoldim. Bitta qizni ko'rib qoldim choy ichayotgan paytim. Borib turib efirdan bitta basharamni aptimni ko'rsatdim, ona inisiga sher uchib keldi. Onasi men uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ali Karol, sen meni qo'tag'imdan. Yo'q, men eshitdi, men bitta. Eshitsanmi? Toshkentchi. O'zi g'arib bo'lsang. Toshkentchi yo'qmi? Qanaqa qaribman? Kallangga qo'tam jinni? Basharang g'irt onasini iski. Toshkentda turaman, xudoga shukr. Basharang g'irt indesda basharasiz-ku, biladi qanday Toshkentda turibsiz. Asaraga tirikchi, o'zingga bir ko'tib kelaman Dubayga borib. Nerga o'ynaman, o'rtog'im emasman. Harommi? Dilya buni aptini ko'rsang, hayotda biladi onasini bermaysan bunga, ishonib. Yo'q, men yaqinda ketamanmi? Ya bunga oming turmaydi. O'rtoq sangi beraman, Xuni jalab. Men meni chiroyligim dunyoda. Ali, ana kamera ochda, kamera och. Ochni. Kecha qiz ham aytdi-ku, biladi, qoshingiz ham hayotda ham chiroyli bola ekansiz. Sevib qoldi kecha qiz. Ana uda Qashqadaryoliklar nima deydi, bir istarali balla bo'ladi. Istarali bo'ladi. Ana endi buni rasmiy turishini qaranglar-da buni.
Ali lekin agar bu bilan ko'rishsang ichkaridan bo'lsa ham qori qarg'aydi seni. Qorin qarg'ish urib ketmasa. Diga hayoting umringda qolgan umringni Ali Karol bilan o'tkazishga rozimisan? Yo'q, xudo asrasin. Ali effekt qo'yib basharangni och. Hozir effekt tanlayapti bu. Aka odamni xunukini ko'rganman, lekin bu o'ta xunuk balada bu. Qiz bola bo'lganimda Aliga umuman yaqinlashmaydim. Ebi onasini inson. Hasha tushib ketdi bechora uyga. Qochib ketdi. Qandaysan o'zi Dila? Yaxshi, rahmat. Ketaman yaqinda xudo xolasa. Keyin hamma savollaringizga javob beraman. Hozir gapira olmayman. Ketib nima qilasan? Bu yerda ish yo'qmi? Yo'q. Yaxshi musafir qochirishdi ekan. Baribir necha yil chetda yurgansan, libo chetdagi musofir o'zini O'zbekistonga borsa, tergov qilib 1-2 suhbat qiladi, 1 kun yarim kun. Tembolni har xil hodisalar Kuzatuvda ekanmiz, u hammamiz kuzatuvda ekanmiz. Endi qara, kimdirlar seni boynagidek quvib keldi, kimdirlar nimadirlar qildi, hammasi ular ham ko'radi, shularni so'raydi. Nimadirlar bo'lsa suhbat qiladi. Seni aybing bo'lmasa, ayblaysan, sen ayb qilgansan deb unaqa zamonlar o'tib ketdi. Ayb qilmagan bo'lsa, hech narsa bo'yningga qo'ymaydi. O'zbekistonda qonun ustuvor. Da, to'g'ri. Spiskada rosa ko'p blogerlar bor ekan. Hammani kuzatadi. Hamma kuzatuvda ekan. Hech qanday qidiruv emas. Mana u ham O'zbekistonga bordi. U boyagi chiqarilgan videolarni hammasi falshivka videolar. Javob beraman gapimga. U programmani men topdim. Lekin hozir shunday gapiraman. Haqiqat ekan, lekin o'sha chiqarayotgan ko'pisi. Ne, voy. Bir balo deyotgan u haqiqat emas u. Haqiqatdan xunuk. Tortdim-ku. Effekt qo'ymasa chiqmaydi u. Mana chiqardim. Effekt qo'ymasa chiqmaydi. Ish qolmay qara, ortsa razgovor qilma, Sardor o'rta o'ynamas. Men senga уже oxirgi pirtib-pirjani. Ha, bu emas, seriozno aytayman senga. Mana o kallanda kiyib olgan temiring kuting ustiga kiydirib qo'yaman, Ali. Xuddi o'shani uchiga san chiqarib qo'yaman. Xushday o'xshab, xo'rozga o'xshab qichqirtirib o'raman. Seriozno, men senga o'rta o'ynamasman deyapman. Men soyuz odamman men. Senga o'sha men mustaqillikdan keyin tug'ilmaganman men. Bu jalab nima degani bo'ldi? Eshitdingmi? Nima degani bo'ldi? Soyuz odammi? Nima degani u? Men senga aytdim. Soyuz odamman. Kamera ochib gaplashing, oka. Ali. Bratan? Gapir. Qo'y xonaga oling. O'taqasan, gap o'ylama, chiqarib qo'yaman. Chuvsizlik yo'qotma, Chuvsizlik yo'qotma deyapman senga. Mujib bo'lib qolasan, bosib qo'yaman klubga. Nidaga o'sib turgan joyingda. Chuvstitel moshinda bo'ladi, dalbayob. Chuvstitel moshinda bo'ladi. Sen o'sha yemini orqangdagi moshinaga sen hozir ko'tingga bola olganmisan, qatingga bola olgan zoqa tushtirib ketsansan, orqangdagi moshinani chort. Nafas olib. Qo'ttog'imni karavuli shunday chiqarib qo'yaman, qo'ttog'imda rasm tushib ketasan onlay kelib. Hozir qo'ttamni chiqarib qo'yaman, ushlab uqalab ketasan. Chort iloningizdek olasan. Protsessni izlab yaratasan o'zingdan. Ortiqcha razgovor qilma bo'ldi. Hurmatingni bil, chort. Qo'ydi qo'ttag'i, eshitdi gapda oxirigacha. Qo'yi tashag'i. Gapir. Nima videolaring 80 ta prosmotr yig'adi? Mana endi ishi faqat druziya bo'lib qolgan haromi. Qanaqa qilib? Yo'q. Nimaga druziya bo'lib qolgan?
Только Anavi. Gruziya bo'lib qolgan. Hurmatli anaqa aka, Karol aka, qarang. Nastroyga kirasiz, video для всех degan joyi bor. O'sha joyni tanlab olasiz. Aka, Dilshod aka, Ha. buni basharasi o'zi 80 odamga tortadi. U nima qilsa ham foydasi yo'q. Lekin ochib qo'ysangiz, вообще просмотр наоборот 50 ta 40 ta bo'lib qoladi. O'sha turish turgan yaxshi. Nega? Hamma dislike bosadi-da. Yo, qara, yo, mana Nastroyga kirdim. Nima qilish kerak? Nastroykadan to'g'rila. Videolarni VSM qilib qo'y, hamma ko'rayotgan qilib qo'y. Mana qarang. Hisob maxfiylik, xavfsizlik, analitika, profil ulash, bildirishnomalar, jonli faollik markazi. Anavi joyi bor. Akkaunt bor-ku, birinchida Nasr akkaunt bor. Ha, bosdim. O'sha безопасности bor. O'sha yoqqa privatniy akkauntni qo'shib qo'ying bo'ldi. Ha, kallangni men jinni deb o'ylaysan va tve kallangga qo'taman. Hech kim ko'rmaydi. Hamma yaxshi uxlab. Yo'q, onasini. Mana qo'ydi qo'tag'idan bizni sog'amiz past bo'lib turibdimi? Tog'alar. Davay, davay. Ejala mana. Ejala mana qo'ydi qo'tag'i bizdan oldin turibdimi? Ejala loyodan, buqidish. Bilar, shunga men hayron qoldim bilar. Men ham hayronman bilan, endi qarabman bilan, qarasam 100 tagana turibman. Sen urma, Ali Banat sen urma. To'xta, qani ko'zga qisib tur, qani hurmatini ko'ramiz. Kallangga qo'tag'imni. Jim tur. Hurmatingiz shuncha. Ali Banat urma, urma. Hurmatingiz 331 da. O'rningni bilib, beburt Yo, menga Ali Banat turyapti emas, urma. og'ajonlar rahmat. Ko'chadan kelsin, jim tur. Xalq ichidan chiqdi. Mana Dilshod akadan tashqari Levaka ham qoqdi. Levaka ham qoqdi. Ali, Ha. agar Dilya sen bilan ko'rishsa, men hozir aytsam ko'rishsanglar kallang. Ha. Maqsadingni ayt, nima maqsadda Yo'q, ko'rishmoqchisan? maqsadim hech nima yo'q. To'xta buni. Men aytdim. Ham shuni ayt. Ha, jim tur. Mana men aytdim, menga ko'rishsang, deyapman, Toshkentda ekansan. Men yoningga boray, ko'rishaylik. Bu yoqqa aylantiray deyapman, lekin u ikkalamiz o'rtamizda nidazurmeni holat bo'lmaydi deyapman. Chiroyli gap gapiryapman. Jallasan, Toshkentda Yolg'on emassan. gapirma, aldama. Toqqon chiqib ketaman deding Ya, boya. endi mana. Sardor meni gapimni eshit. Sardor Shunaqa meni dedi gapimni. boya. Toshkentda kvartiram bor. Hech kim yo'q. Hozir men o'zim Qashqadaryodaman. Bunga aytyapman, agar chiqqaningdan keyin biror joy kerak bo'lsa, kalitni berib, mashinadan chiqazib yuboraman. Seni o'zi olib borib, uyga shuna kirgizib, ko'rsatib, qayerda ishlaydi, nima ishlamaydi kir mashinada, hammasini tanishtirib, xohlaganingcha yasha deyapman. Qayoqqadir ketguningcha yashayver deyapman. Nima kamchiligingizni qilib beraman. Nima kerak Ali Karol hozir bunga? Bunga men hozir buni men telefon nomerini ham yozyapti mana 925 94 lik. Men aytolman senga telefon qilgan deyapman. Men sendan deyapman, ishni so'ramayapman. Просто endi musofirdan kelding. Shunchalik O'zbekistonga deyapman. Sen bundoq ko'rishaylik deyapman. Sen mehr ko'rsin. Yalla. Bu qidiz toq olib ketaman debsan, ko't. Ya, eshit. Просто bulutlar seni tegindan ko'rinib turadi. Tog' uchiga olib chiqaman dedi. Men bunga yomon gapirmayman, tabiat qo'liga dedi. Yaxshi olasizmi? Kayfiyat qanaqa? Kim biladi shuni qattiqligini? Mabodo bilgan odam 94 925 ga tilni o'qisin. Kim bilsa shu qattiqligini Dilshod aka buni maqsadini, men planini bildim bu ko'tdi. Вообще, Men ham bilib bo'ldim, maqsad siklash boshqa narsa yo'q. Хорошо. Keyin ketishingizda uyquga ham bitta mягкий молодежный dori bor, yaxshi dori. O'shani yozib beraman. Miyalarni ham tiniqtirib dam oldiradigan uyqu paytida. Bu qaysidir banisada-ku, Karol. Ertaga xudo Ha, xohlasa, o'sha aytolmanda, birinchi ko'rmaysam 16 hali yotamiz hali. Yaxshi, davom etamiz hali. Bo'ldi. Boshida aytdingiz-ku 4-5 kun deb. Shuning uchun so'rayapman. Yangi Toshkent. Davom etamiz. Mazasi yo'q. Ha, Doktor Dalinasini o'lchyapti. Lotkan damlashyapti-ku. Lotkan damlashyaptimi yo'q? Men damlashyapti. Davlinasini o'lchash. Davlena o'lchyapti. Ha, davlena.
o'zingizni normangiz ham shu. Bu adashmasam bu mana shu Yaxshi. deganman Chilonzorda 16-bansa. Yemasizmi? Suyuqlik ichamiz. Yaxshi. Mana devorlari o'xshaydi. Ko'proq chuvi. Devor hammasi pashti bir xil-ku. Bilmasam, mana shu devorlar ko'rganman. O'sha 16 bor Chilonzorda. Ha, Demak, Chilonzor. hali yotibsiz. Ketmasdi. Ana shu bo'pti. Yaxshi dam oling. Tinch bo'ling. Xo'p. Bo'pti, mayli. Sardo sekin gaplashgan, buni men yoniga boraylik bo'pti. U bilan ko'tarib. Sen gandon sen borib turib bir nima qilsa. Takashmi gaplashib. Jalab mesini Hech nima qilmayman. Yo. Nabratiga u narsa mayda juda narsa ko'tarib boraman, mayda pul bermasam ham nol ekan. Dilya, menda telefon, Dilyada mani nomerim bormi senda Dilya? Yaxshi ekansanmi Dili, mazang yaxshimi? Biror nima kerak bo'lsa, telefon Qarochi, Dili ko'ngling nima deyapti? Shu kod bilan ko'rishmoqchimisan? Ay, Ko't sansan, cho'rt. Tuvi aksiya qarasang ko't ko'rasan. Ali onasi. Bashar qo'y o'rtog'im, men seni qo'toni bos aralashma umuman. Qatdan paydo bo'lib qoldilar, ikkala qisqulari. Dili. kamerasini ochmasa gaplashma. Kamerasini yaxshi ham ochmasa Alibanotaga kelib qoldilar. Sen meni ahmoq qilib toqqa olib chiqib ketmoqchi eding. Yo. Dili. Ha, shunaqa edi. Aldab toqqa olib chiqib ketmoqchi eding. Yo, bildim, sen unaqa narsa kerak. Qolib chiqib ketmoqchi bo'ldi bu kod. Ha, shuning uchun chiqdim men birdan. Voy plus. Menga qara, seni ko'rib o'zi больницада turibdi. Seni ko'rib yuragi tushib sari kasal bo'lib qolmasin. Qalay sendan chiroyliman, Nidagon? Menga qara, sendan qo'tag'im chiroyli-da. Bir qosh bo'lsam ham sendan chiroyliman-da. Qo'toni yapsan, qo'tog'imni tubida turasan kerak bo'lsa, cho'rsan, basharang. Kecha mana xalq ko'rdi onasini ham. Shunaqa takoy qiz meni oldimga kelib olib, onasini ham oldimga o'tirdi quchog'imga. Xalq ko'rdi. Mana ko'chada tanimayman, qiz ismini ham bilmayman bilan. O'zingizga kelib qushab ketib qoldimmi sen? O'zidan o'zi keldi oldimga. Hayotda undan ham chiroyli ekansiz, jonim deb keldi. So'raman. Uni senga rahmi kelganidan quchoqlab turib, bechora rang qop-qora cho'rtakanku bechora, mayli, hech bo'lmasa shu joydan buni quchoqlama, menga quchoqlab qo'yib qolayapti, sapatsa qilgan cho'r. Mana xalq ko'rdi, mana xalqdan so'ra. Xalqdan so'ra, quyet qo'ysam, mali. Quyet qizlar qiladi, erkaklar quyet qilmaydi. Dilshodaga qarang-da, Dilshodaga qarang. Bu pidaras boshidan o'zi maqsadda aytib qo'yibdi, toqqa olib ketaman. Toqqa borgandan keyin skatda zo'rlab. U yerda kamera yo'q. Yo. Bilmayman, mana misol uchun mana o'sha Ali Banatni ham xolos sen Sardorning nomerini olganda ko'rishaylik, keyin bo'ldi. Keyin nima deb turasan sen? Nima deb turasan? Aldat ko'rishma. Bu men boshdan TikTokka kirgandan buni kuzataman-da, masxara ovozda qilib yurgan paytda yaxshi odamga o'xshamagan o'sha payt ham. Yo. Qarajilar, Toshkentda Dilshod aka o'zi Qashqadaryoda kvartirasi uyi bor. Borasan, yeb ichishing, hamma yog'ing, xolodilniging. Bolalik. Hech kim bezovta qilmaydi. Bir o'zing ikkita spalni, xohla unisiga o'tib yot, xohla bunisiga o'tib yot. Televizor deysanmi, nima deysan? Bir og'iz aka biror nima yegim kelyapti-da, dastlabki xohla sushi boradi, xohla dimlangan baliq boradi. Nima desang boradi, bezatgan. Xola sen, men o'zim seni akula delfinlarga go'sht olib eshit. Dengiz to'g'rilariga joy bor, eshittir. Endi gapirmaysan, sen gapingni bo'lmadimmi? Onasini sikida. Hozir kartasiga 2 million pul tasha, 2 million pul tasha chiqadi shu. Eshittir. Haqida razgovor bo'lmayapti, jintir. Men hozir 10 million ham beraman bu qizga. Jintir gapimni gapirib ol, jintir. Ko'rsat. 10 million pul tasha. To'xtattir, jintir. Dile? Eshittir. Dile. Ha, eshityapman. Ona, qara eshit. O'zim yangi ochilgan joy bor, o'sha yerga boramiz. Bemalol ana 5 qozoningdan ham yaxshi joy bor bitta. Kraud degan, dengiz taomlari degan joy. O'sha yerda bemalol qisqacha qurbaqa Men yozmayman unaqa narsa. O'zi shunaqani yurtidan keldim-ku. Bo'lmasam qara, nima yeymiz? Tandir go'sht yeymiz bo'lmasam. Chiqib tur, gideta yarim soatda boraman. O'ta deysan agar Toshkentda Qashqadaryoga ketay, tandir go'sht qilsa. Qiladi.
Qashqadaryonikidek. Qashqadar yo'q eshitib tur. Nimaga Qashqadaryolik bolalar shu yerda ishlayapti-ku, men nima deyman, rohat Qashqadaryolik bolalar. O'zinikidek chiqmaydi baribir, o'sha yernikidek chiqmaydi. Nima deysan? Bizani Qashqadaryoda qilinayotgan tandirda chiqmaydi. Foydasi yo'q. Chiqmaydi baribir. Dila tandir yegin kelyaptimi sani? Vaqtda bo'lmasam, davay, Ali banan jo'natman, kutib olaman Sobir akimizdan, davay. Masho senga nima uchun jo'nataman? Ha, bunga olib boraman, Dilaga olib boraman, jinni. O'zi boradi. O'zi olib borib beradi. Qara, bunaqa qilamiz bo'lmasam bu yerda. Dila, Ha. o'zim hozir zakaz qilaman, bo'lmasam Qashqadaryodan Qarshidanmi, qayerdan bo'lsa ham hozir tandir go'sht sразу zakaz qilib jo'nataveradi menga, men olib olaman, seni oldingga olib boraman. Yo, bu kuladigan tema bo'tgani yo'q. Men kasal ko'rgan inson savobga qoladi deydi. Deylar senga bitta narsa aytaman. Toshkentdan Qashqadaryogacha 6 soatli yo'l. 6 soatda tandir ta'm o'zgarib ketadi. Bo'lmaydi, siqqa. Qarochi Dila Bansadan chiqqan Qashqadaryoga kelsang, men o'zim ham bir qat dushi poytaxt o'ziga olib borib issiq joydan uzdirib beraman. Ana Qashqadaryoga borsang, mana Alibana Qashqadaryoga. Tayyor bo'lib tur, hozir boraman. O'zim iminat o'zim mashinamda tekinga olib boraman Qashqadaryoga. Alibanat kutib oladi, davay ketdik. Sen qo'taqib qilyapsanmi? Qo'taq qilsanglar harom bu, xo'p, jim turing. Ya mashinada yurib, ba'zan qoch yurgandan ko'ra shunday tezyurar poyezd bo'y yoki samolyot bo'y 1 soatda uchib kelasiz. Nima qilsa 6 soat, 7 soat mandan qolsa yo'lda. Bemalol, spokойный, maza qilib aylanib prirodalarni tomosha qilib ketasan. O'shani Jizzax Prevaldan ham o'tayotganda senga zona mashinang bor. Nima mashinang bor? Ali Mahmud hozir Cruze'daman hozir, Toyota Cruze. Cruze Li9 da kelasan onasini emsin. Cruze nima qilasan? Onasini emsin, Li9 emas, Taxoy zakaz qilaman hozirga hozir. Taxoy musori bo'lmaydi. Yo'q, bo'ladi bunga. Orqaga chiqolasa sidan oz qilib bemalol yotib ketaverasan. Bemalol osmonga qarab, qushlarni sanab. Ya, bemalol qoplanib chiqarchi. $10,000 bersang birga ko'rishasizlar, bo'lmasam yo'q. Bu qizga $100,000 bersan ham kam. Deylar buni yo'q. Yo'q, qay. Yo'q. O'zimman. Yo'qmi, bormi? Qara. Hozir ichkarida qora aka qarg'ayapti deb onangiz ketdi. Biroq ko'ring nima bo'ldimi? Ha, qarormi? Ya. Xayolim boshqa narsa ekan. Sen buni nimadir qilishim o'zimiz singilcha bu ham. Pidara. Singlim deb Singlim deysan, bittang qizim deysan, aldama mana, Loykarol aldama. Loykarolligini bu ham lekin qara. Ya. Loylar hukmdorimi bu? Loykarol bu. Qachon loyga botib yuradi-yu? Voy jalab, ustingdan siyvordi Ali. Loykarol. Qara, sonasidan ishonmaysan. Mana shuncha nechta odam o'tirgan bo'lsa, men shundoq o'tirgan odam hammasiga va'da beraman. Dilyani men ertaga kechgacha topaman. Topolmaysan. Buni ham ismi dil bilan boshlanadi, meniki ham dil bilan boshlanadi. Agar shu san bilan ko'rishsa, o'ylay agar Druziyamdan shunday chopaman, bloklab tashlayman, ikkalangni ham shunday bloklayman, tashlayman, tamom. Menga Ya nimaga biz yo'q, yaxshi maqsadda ko'rishyapmiz-ku. Agar Alibanat aka chorni qilsa, men ham chorni qilib tashlayman. Ay yo'q, ketay Loykarol, asabimni buzma. Qo'y, kerak emas. Bo'pti, o'zing bo'lmasam, nomer bilding-ku? bilgan bilan nima qiladi bu? Telefon qilaman. Aka rahmat. Ukasi bo'lamas, singlim bo'ladi. Ya ber akukachiligi. To'xta, Loykarol to'xta. Seni singling bo'lsam, nimaga toqqa taklif qilayotganding boya? Alibanat aka kelmasa, sen meni aldayotganding. Men qarasan, durakmisan do'stim. Quyon singlim. Seni prirodani yapman. Ana jigarlar mana Alining ovozini yopdim. Ana quyoncham dedi ko'rdinglarmi? Bu yoqqa bu rol o'ynayapti bu Lutvoz. Eshitdinglar darchi gapini. Ochdim ovozini. Yo'q, men yotganim to'g'ri, quyoncham deb turib, prosta endi quyoncham aytib qo'ydim. Deb turib prosta sikmoqchi eding-da, bilib qoldik mana. Yo'q, unaqa degan narsa yo'q. Prosta bulutlarni tomosha qilib, toqqa borgansan, miyasi sal kengayadi, krugazori qorayib yotib qoldi, kengaytirish kerak. Plasda uzoq yuringlar qizlar. Olib borib aylantirib o'zim. Toqqa olib borgandan keyin borku, tog'da kamera ham hech kim yo'q. Bir eski dachaga olib kiradi, bas baqirsanglar ham hech kim eshitmaydi. Quvlar yurib Podvalga yana, podvalga.
Kim biladi? tushadi qaror. Porni ichiga olib kirib ketib qolaman. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Qizlar bundan uzoq yuringlar. Hali ham borku mana biz kelib qolib asta Dilaga bir yaxshi gaplar o'rgatyapmiz. Bo'lmasam buni ham zo'rlab qo'yaychi deb ko'k. Aldab toqqa olib ketmoqchi edi. Ha, toqqa borgandan keyin nima bo'lishini biladi hamma. Chakala chumba deb Akalaka chumba deydi quvlaydi. Va xuni. Ya unaqa bo'lmaydi. O'zimizni singilchak yaxshi qiz bu bechara. Mana bu TikTokdagi hamma men bilan singlim deysan, singlim deydi. U akajonim degani bir-birini bir ikki marta sikkan bo'lasan. Men senlar bugun ko'rayotganim yo'q. Aka deydi gapi. Akajonim bo'lasiz. Sardor gapni eshitman deydi. Men uni hayotimda zino qilmaganman. Hech kim bilan sikishmaganman. TikTokda umuman hech kim bilan sikishmaganman deydi. Aka. Ma chakala chumba. Bu aka bunga hech kim bermaydi-da. Buni ko'rgan ami turmaydi bunga hech kim. Ami turmaydi. Xuniki bu bilajalar. Qisqa. Ila? Iya bunaqa. Ha. Yana deydi. Nima qil bo'lmasam o'zing kechga bo'lmasam kechki sayr qilamiz falan Magic Cityga ham yo bo'lmasa yangi ochilganiga kirabot boramiz. Aldama. Yo'q, seriozli aytmayman. Nimaga borib, nimaga ochilgan mana bu? Assalomu alaykum. Eshitgan? Ha, eshityapman. Dinozavrlarni nimasi ochildi ani? Primkasi ochildi, yangi. O'sha yerga boramiz. Dinozavrlarni ko'rish. Kechki sayr. Nima man senga yosh bolachamanmi, yosh qizchamanmi menga dinozavrlarni ko'rsatasan? Yangi ochilgan joy yo'q. Seni ko'rish uchun har bola deyapti. Yuri deydi, hozir osmondan oyni olib beraman deydi, yulduzni olib beraman deydi. Yuri senga tillani olib beraman deydi. Har bola o'qib ko'radi. Yo'q. Ha deb tursa charchaydi oxir, o'zi uxlab qoladi o'zi efirda shida. Endi qarang, Dilshod aka, endi qarang. Onasini ham bitta 22 karatli tillodan bo'yniga normalni sipochka bilan qulog'iga halqa bitta uziyo ko'risha. Ana. Nima o'zi qanaqa 100 karatlikka arziydi bu, 22 karat, 50 karatlik. Kartasiga 50 ming puli yo'q, qayerdan olib beradi? Tillo haqida gaplashyapsan sen bu bilan? Mayli olmos brilliant demayapman. Bitta tillo 22 karatligidan komplekt. Kumush, bronzada. Dile? Ha. Bo'pti, chiq bo'pti, ona qo'ymalar. Bo'pti, chiq. Qayerga boray? Mayli, olib beraman bo'pti. Olib berma. Olinadi. Pochta jo'natiladi. Haqiqatan bu tillolligiga ishonch komil qilgandan keyin mayli chiqadi sen bilan o'sha mayli quysin Magic Cityga borib aylanadi sen bilan. To'qmoqqa bormaydi o'shandan. Endi Magic Cityda odam gavjunroq-ku. Hech narsa qila olmaydi. Magic Cityda ham ishonch yo'q lekin anaga Toshkentdagi bloger Amirxonni Magic Cityning o'rtasida urganman aka. Kimni? Amirxonnimi? Amirxonni Magic Cityning o'rtasida odamlar ko'z o'ngida ko'rsatishga kuchuydi balasida urganman. Biz poxxoy qo'l qitsa onasiga Magic Citymi, Gur Citymi poxxoy qoqiyveramiz. Bunga Chumba deb. Yorishim kerak ekan desana. Uy bila. Ali Karol Sardorni men hayotda ko'rganman, sendan ikkita keladi og'ayni. Nima deyapsan? Buni men qoq tashlaganman kerak bo'lsa. Qo'ytag'in deysan, qo'lang. Qo'toni bosh xarobi. Do'stlar, mana bitta gap. Kecha xalq ko'rgan bo'lsa, bir 7 yot begona qiz. U qizni birinchi marta ko'rib qoldim Primoyda. Uni o'zini Primoy efirida bitta ko'ringan paytim sher keldi. Yana bitta ko'rinuvdim, katta ot keldi, to'g'rimi? Xalq ko'rdi. O qizga keldi, menga emas. Qani Ali Karol bilan sevgisini isbotlasin, mayli ko'rish uchun loyiq bo'lsin. Ikkita sher qoqsin. Hozir to'xtachi. Hech balo yo'q. Do'xi bormi? Qani bu ko'raylik. Manaqada ekanman. Nima deykanman?
Limit ekan. Blokdami? Limit. Limit. Esh donatorlarga tekkan kasalmi deyman. Qizlarga uradi, keyin oxir kecha bitta qiz bilan o'ynayman. Bitta qiz bilan o'ynayman, 15 va 1 ga soldimda. Короче, uni o'zim donat qilib turibman, 15 va 1 ga soldik. Donator nima deymiz? Blok bo'lib qopti. Endi tog'alar bitta narsa. Hozirgi qizlar, endi men yomonlamayman, yubo qizni ham betini bunday bo'yashi, qoshini bo'yashi, yuzini bo'yashi, labini bo'yashi ham $100 tagiga boradi-da bitta. Seni ko'rish uchun betini bo'yash. Ya, misol eng kami aytyapman-da, misol bitta uchrashuvga chiqsa, bir bo'yanib, ustiga normal kiyim kiyadi, narsa qiladi. Mana bu kut pidaraz bilan bitta sherga erimayapti bu. Qanday chiqsin bila oldi. Dagoy ko'rishim kerakmi? Xo'p, men bunga pulni berib qo'ya qolaman sekingina. Nima qilaman karta parta qilib. Dilshod aka Monster keldi. Ghost tashasin Ilhom. Monster keldi nafasdan. Ana yozsin Monster. Monster. Qudag'ay. Ilm, vaqati. Yele. Ilhom qani siz biladi. Yele. Hozir yozdi nima? Monster o'libdimi bitta gul ko'rsata olmasa? Boshqalar do'stlar boshqalar ursa ham meni hurmatim uchun, meni litsoyim ko'ringanligi uchun kechagi qizcha xursand bo'lib qoldim. Men u qiz bilan uchrashganim ham yo'q. Undan keyin ketdim o'sha yoqdan turish. U qiz o'sha yoqqa restoranda o'tirib qolib ketdi. Men u bilan vobshe keyin qaytib ko'rishganim ham yo'q, narsa ham bo'lgan yo'q. Lekin hurmatimga shunday pusto ekranga taq she'rlar keldimi? Mana naxuy bilan Ali mana ko'rsatsin funksiyasini. Funksiyasini ko'rsatsin. Mana Monster. Mana aldamadiyapti. Qani Monster? Ayni Monster. Ko'tardim. Monster 659 yozilgan turibdi. Kecha ko'rishdik, Dilshod aka. Ilhom. Qani Ilhom? Gosti 4 talik bo'lib qolganmi yo? Yo'q, 4 talik emas, ko'tardim-ku, просто chiqmayaptilar. Отказ berdilar, mana yana tashadim. Bu etimgan ham jalab bilan xotin qo'li bilan hozir xotinni quchoqlayotgan bo'lsa, endi tashasin. Ali bitta qizni ko'nglini ola olmayapsa, erkak emas ekansan jalab. Olib turibman-ku, qo'toni yeganda bitta Mamatdan bitta narodan sakrab o'tibdilar. Nalyalam, naprava. Ko'tini qiqirlarim gaplashayapman. Ajdik qilib o'tibdilar. Qara gapim meshit. Mana shu yerda shunday 2100 ta odam ichidan Luboyni pastdan shunday ko'targin 45 sekundga bormaydi. 41 sekundda shunday o'rayman. Javob beraman. Luboyni o'rayman. Javob ber. Luboyni o'rayman, lekin jalab mana uni bilan 5 soatdan beri ura olmaysan-ku. Ya qo'taq nimaga aralashayapsizlar? Aralashmay turlaringmi bo'lsa? Men gapirib turman men bunga. Jala Luboy qizni mana shu yoqqa ko'tara onasi. Bitta she'r bilan o'rayman. Mana chiqqanni apta she'r otaman. Mana buni o'ra, mana buni. Ana. Ilhom qanday? Tur hozir. Jonim demasa u. Shahnoz. Jonim-ku bu mana. Jonim o'zim. Ali Banat, yaxshimisizlar? Dila, yaxshimisizlar? Hammaga salom alaykum. Mana bu Borzini taniysizmi, Sardor? Nima menga unaqa yozyapti Borzi? Men hamma rasmini hozir uchastkoyimga tashladim Telegramdan. Ishoninglar, hammasini olib chiqaman. Shu uchun ham olib chiqaman. Hozir uchastkoyimga tashladim rasmlarini. Meni ham tavba qildiravergan bu qiz, meni ham tavba qildiravergan. Hozir Borzi bor-ku, menga nima deb yozyapti? Bu sog'mi Borzi? Sardor taniysizmi Borzini? Ana Borzi xat yozgan. Qarama, shoshma, Ali, qarab tur, tomosha qil. Shahnoz. Qalaysan? Qisaqgiday bo'lib turibman lekin. O'g'oyim. Sevaman seni, jonim. Kecha bo'lgan kunda o'tirdik, hamma Ali Banatda gapirdi. Bir dunyo odam. Yomonladimi, yaxshiladimi? Yaxshiladi, biladi, pul topadi dedi, yana topadi dedi, yana bir 100 tacha odam o'tirdik tug'ilgan kunda kecha. Shahnoz, men senga podpiska tashladim, bugundan senga donatorman davay. Boshqa bo'l. Men efir hali ochmayapman, hali bir pasdan keyin ochaman, bir 5-6 kundan keyin. Dilshod aka. Mana qarang, Shahnozim eshityapsanmi? Ha, eshityapman. O'zimni do'ndiqchanmisan yo'qmi? Do'ndiqchanmisan yo'qmi? Rashizman.
Ana eshitdingmi? Ali Karol Qo'rtoqbosh o'rgan student. Qo'y. Shahnoz. Buyoqdan do'dali, buyoqdan do'dali qilib ko'tib turlar. Jibtir. Ali bilan jibtir. Eshtinglar. Shahnoz. Ali Karol bilan umringni oxirigacha birga yashaydingmi? Ali Karol bilan. Ali Karol. Karol tentak bir kun men bilan o'ynab qochib ketib qoldi. Qaytib kelmay yutganimdan. Xalq eshtinglar. Bizdan ham yo'qsan. Xalq Ali Karolning kurrasi bor. Naxuy kerak qiz. Monsterga berib qo'yganman, monsterda hozir. Mashinaga ortib olgan sizga kurrani. Yuribdi. Bo'lmasa, ilg'om bo'lmasa Ali Karol kurralarni ajalida. Kurrak Ali mashinaga mindirib sizga yuradi uni. Hazil deylar, bundan hushyor bo'l. Qiz topolmagandan yangi tug'ilgan kurrachalarni sizga yuribdi. Shu aldab toqqa olib chiqib ketmoqchi bo'ldi dedim-u, yaxshi Alibanat aka kelib qoldilar. Kurra Karolmi? Kurra Karol. Orsa razgor qilmalarni ko'ting o'raman hozir. Seriyozga gapiraman. O'rtoqlaring emasman, Menga qarab, monster bu gandon bunday dedi menga. Men dedi, naxu dedi, sissar odamman dedi menga qo'yib qibalang dedi. Bu kurrani ajali bu. Kurrani ajali jala. Kurra Karol. Qara, eshitdim, hazil huzul-ku, lekin o'sha eshikning bolasini onasi yo'q, menimcha uni Xitoylashib ketgan bilmayman, nima qilib ketgan, lekin o'rtada palasani o'rtasida turibdi. Nima qilishim kerak edi? Olib ketmaslim kerakmidi? Endi bilmadim, bu onasi yo'q, otasi yo'qligini ham ona ham ota bo'lding o'sha eshakka. Bitta do'daga berib qo'yaman, bu qotillar tusimasan. Molni ustidan oldi. O'zi ustaran chiqdi. Karol deb yozyapti pastda hamma. Ona bo'lib sut berding, ota bo'lib o't berding. Er bo'lib sikding. Hamla qochirib. Qochirib oldim. Ila qarasan, bu yoqqa. Dilaga nima ishingiz bor sizni? Aka. Eshitib odam ekansiz biladi. Men ketdim. Gaplashamiz Ali aka, Sardor. Monster qaqqasan do'stim? Jada Dubayda. Totga bo'ldimi, kecha maza qildingmi? Jakonniga jo'ra. Joning sog' bo'lsin. Rahmat, xursand bo'ldim. Bugün Monster, sizdan mani videomni olib chiqqaningiz, ana telefon ochganman-ku, iPhone. Ana. Nima qilgansiz? Telefonimni ochganman-ku, trend qilib. Anaqa iPhone 15 Pro Max'imni ochganimda, men anaqam o'l qishloqqa ochishni bilmaysan deb olib chiqqansiz, men ko'rmaganman, dugonalarim tashlab berdi. Yana olib chiqaymi? Olib chiqavering, farqi yo'q. Chiqib ham ketaveraman, zo'r bo'lsa. Ali akani bir o'psangiz, nasib bo'lsa. Bormo'sa turadimi? Ali akami? Hozir kurralarga qarayapti, qizlarga qaramaydi u. Qarab turinglar, shoshmanglar. Endi bitta Ali Karolga, mana Loy Karolga bitta imkoniyat beraylik. Mayli, 2 minut. Qani Dilani. Qanday qamalar ko'tmisanlar? Nechtasini, necha ming dollarlab, buni yomon ko'radi. Mana uni gapi Shahnoz, kerak emas u gap. Gap kerak emas. O'sha menda qachon qamalar? Ali, kommentariyani o'qimang, gapiraveradi. Qara, shoshmanglar. 2 minut. Dalshod aka, 2 minut gapirmay mana unga imkoniyat beramiz. Qani ko'nglini ololmikan, yo'qmikan? Mana ko'raylikchi. Bile, aralashmalar qo'tonaganda ixtiqordan aralashib. Aralashmay turlaring, bu patsatsa qot gapga. Xo'p, yo'q demayapti. Sala keldilaring, bittasi ustozimni otib, bittasi okamni otib. Jim turlaring, aralashmalaring umuman. Bile? Ha. Nima? Bo'pti, nima qilim? Gideta 11 soat turlarni mo'ljallagan. Turlarga boraman. Olayni ko'chaga buni qarada. Hozir gapirib olaymi? Jibtir aralashmaydi. Buni qarajana. Shunday bo'ladimi erkak kishining fantaziyasi. Shahnozaxon. Sardor, menga shunaqa sukuatani borsi, nimadir qilgan. Hamma buni ham hozir Shahnoza Mamatda hozir Shahnozaxon haqida gap ketyapti-da hozir do'stim. Gapirdingiz, bo'ldi. Shahnozaxon eshitibsan? Jalab qochib ketdi. O'zimiz haqimizda gaplashib, bo'ldi. Bo'ljingni sen bor, bo'ljingni shug'ullanib turgan. Yele. Ali Banat sen qarashib Balkim qo'ta o'stirg'izib tiqib ham qo'yarman, ha? Yo'q, uni aytmayman. Hamda tomon bo'ljingni sistemasi totib bo'ljingni.
Bo'pti, Dila. Eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Nima kamchilik? Nima bo'pti? Hammasi yaxshimi? Kamchilik yo'q, yaxshi hammasi. Yo, to'g'risini aytavergan. Просто bu narsaga tayyorman sani uchun. Men hozir tanlayman deb tushiraman. Ha, aytsang, mayli, xohlasang, san mana bunaqa bo'pti deb aytsang, gap yo'q. Mana shu odamlarni yodida emas. Nima qilaman? Bemalol gaplashamiz. Keyin yoningga boraman, hammasini bemalol hal qilamiz. Nima qilay? Hozir tanlayman men. Gapir, uy bulardan uyalma. Ali Banat ham, u Sardor ham faraz qil, yo'q odam bular. Sen bilan men bilasan, u aka singil deymiz. Bemalol gapiraverman. Qanaqa aka singil bo'lsa nima toqqa taklif qiladimi? Yo'q, toqqa borgandan keyin просто bir ana suv bo'ylariga borsam, просто ana bilaman yuraging siqilyapti, xafasan, hayotdan, pajizin temani olib oladigan bo'lsak ham, sal недовольныйsan-da hozir hayot temasida. Senga aytayapman, yuraging siqilgan insonsan, tем более kelding musofirdan. Endi baribir seni hozir toqqa borib aylantirib, Shoshma bir minut to'xta. Shoshma bir minut. Dalishod aka, Lubo bitta mana shu go'stida turgan Lubo bitta qizni ko'taring. Javob ko'taring. Ko'taring. Lubo bitta qiz bola tashlagan bo'lsangiz, Luboyni ko'taring. Ko'taring. Bor ekanman. Hech kim gapirmay tursin, o'zim bitta ko'ring qilaman. Vay. Namangan gullar shahri. erkak kishi ekan plus. Abi meni efirim emas bu. Bu meni efirim emas. Birov efirda turibman. Assalomu alaykum. Tushib ketyapti. Ha, mana kimdir chiqdi-ku. Ali Karol jimgina o'tir. Loy odam, iflonmadimi jim tur. Diyanaxon, assalomu alaykum. Allo. Tushib ketdi. Mana turibdi menda ko'rinib. Ha, tushib ketdi, plus o'tib. Yana kimdir chiqdi mana. Ha, chiqib qarangizga. Arangizxon. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshiman. Yaxshimisiz? Qatlisiz? Toshkent. Toshkent, Nashkent. Sirri bo'lmasa yoshlari nechida kalbasa bo'lsa ham aytingchi. 20. Wow, ko'z tegmasin. Farangizxon, sizga bir gapim bor edi. Hop. Mendan qochib qayerga borasiz jonim? Siz meni hayotim, borliq jahonim. Bo'g'zimdagi xushro'y nafassiz ey yor. Siz havosiz, sizga zorman osmonim. Qattasiz? Seryo'zda. Hech qatgan bolaman shu yoningizmi? Da, seryo'zda. Agar Toshkentda bo'lsangiz, bugun kechga muz qaymoq yegan sizni taklif qilmoqchi edim. Rozimisiz? Toshkentga borishga. Ali Qo'tog'osh urgan. Xolayni ko'tdi. Ya basharingga qistirna. Mana qarangiz. Qayoqqa ketdi? Ha, u to'xtab turing. Eshityapman deysizmi? Toshkentda turmas ekansiz endi siz. Nimaga Toshkentda turaman? Ha, yo'q, aytyapti, ketyapti. Toshkent viloyatida turasizmi? Ha, Toshkent viloyatida turaman. Qaysi rayon turasiz? Hamma joyini bilaman. Toshkent shahar, Toshkent viloyati hammasini bilaman. Qaysiligini bitta aytib beraman. Angren. Angrenda Dukent Yangiobodda Bahodir Jalolov bilan birga o'sha yerdan Pravzeskini trenovka qilganmiz tepada. Yangiobodni bilasizmi? To'g'rimi? Dukent tepasi. Bilaman. Ha. Ani ishlayaptimi? Mana bu yulduzcha ishlayaptimi kurugidagi? Bilmadim. Diskoteka o'sha tutib U joylar o'zi topmaslar bo'lib. Onni yo'q, qarichol, gapirma. No'g'ri yo'q, jemtir endi, aralashmay tur endi, kep. Aralashmay tur endi bu. Mazgi dilega gapirsam, men aralashyapsan, ajdanga cho'ssa. Men bunga gapirsam, ajdanga cho'ssa. Buni nafas olishga qo'yasan, qo'ymaysan, onasi. Bo'lmasam olib kelasizlar ham. Xotto, men buni singlimni patpisatsa qolman, Dilyani. Men singlim bu deyapman. Mazgi kelasan, privat qilasan. Shoshma. Loy Karol, gapim oxiriga yetgani yo'q. Hali bir 15 sekund gapirdim bu qizga xolos. Gapir. Farangizxon. Voy eshitaman. Bular gapiga quloq solmang. Bu endi bir yoshi o'tib, pattidan patti qolgan, bilak, onasini hamsin boboyagida miyasi kirib chiqdi bo'lib qolgan odamda bu endi. E'tibor bering. Foto qizmi? Farangizim. Voy eshitaman. Meni butun umrga farangizim bo'lishga rozimisiz? Roziman. Voy, bra! Voy,
Parangiz umringizni oxirigacha Ali Karol bilan baxtli bo'lishga ko'zingiz yetadimi? Yo'q. Ya. Parangiz. Manam angrenlimi, sharmanda qilmang, angrenimmi? Ya? Voy xunik! Nimaga qarang Parangiz? Yo'q, men siz efiringizni ko'p kuzatganman. Sardor aka bilan ko'p efirgani o'qigansiz, batini o'ynagansiz. Hop. Parangiz efirni qo'yib turing, bu yoqda efir haqida gap ketayotgan yo'q, o'zimiz haqimizda gap ketayotgan. Parangiz, agar bo'ydoq bo'lganda menga tegarmidingiz? Endi men Sardor akaga va'da qilib qo'ydim-da. Ya, Sardor yo'q bo'lsa deyapman. Sardor yo'q bo'lsa deyapman. Sardor aka bo'lmasa-da, mayli, sizga tegaman. Bo'ldi, o'zim bilan rahmat singlim. Men faqat oralaringizda Diliya opa, Ali Banat, Sardor aka uchovlaringizni haqiqatdan hurmat qilaman. Efirlaringizga kiraman. Lekin oralaringizda Ali Banat bilan Tixa degan janjal qilgani menga yoqmadi unchalik. Keyin Ali Karol degan vosh yoqmadi. Mana qarang, Parangiz. İşte Angrenimizni unaqa qilmang, navrotiga angrendan qo'ymasin deb. Bo'ldi, Ali Karolni yaxshi ko'raman, sevaman deb. Osma, Ali Karol, jimgina turing. nima? Angren bo'lganimdan nima qildim? Men o'zim angren bo'lganimdan angrenni o'zidan emasman. Qaddan angrenni. Men boshqa joydanman. Postil shaqa yashayman, shaqa o'qiyman. Ali Karol. Jim tur. Qara, qiz bolani-ku sen bonagidek she'rlaring, qanaqadir pullaring qiziqtirmaydi. Chiroyli manaki, dildagi so'zlarni gapirsang, ko'p emas, 25 sekund yetadi-da. Mana ko'ryapsan, bu qiz bilan birinchi marta gaplashyapman. Ko'ryapsan? O'rgan, student, o'rgan. Parangiz yuzni ochalasizmi? Qani, ochtir, yuzingni agar ochtirsang 5 ga to'g'ram onasiga. Erkak emas menga. Gap yo'q ekan, haqiqatan Sardor bittada tirab qo'ydi. Gap yo'q to'g'raman. Qani, ochtir. Menga qara gapirmay. Men dayus emasman, qizni betini ochtirayotgan. O, rahmat. Bu dars haqida ketayotgani yo'q. Dayus bo'ladi. Erkak kishi deyapti. Dayus bu, Erkak kishi ayol kishiga tomonlama gapiryapti deyapti bitta mana. Mana. Karol, qo'ya bitta narsani eshitmang. Betimga mustashaversangiz ham men betimni ochmayman. Qisqina. Mana. To'xta gap mana. Do'stlar eshitinglar. Mana libo bitta insonni ko'targan, chiroyli muomala qilsang, liboyi ham qalbi bor. Hammasi pulga o'chayotgan insonlar emas. Qizlar ham yurakli qizlar deb gapirdim. Mana chiqdi, gapimni isboti bilan ko'rsatib qo'ydimmi? Boshqa gap so'zim yo'q. Pastda turay, tomosha qilaman masalan. Bosinglar. Parangiz? Abba bo'lmaydi. Ko'rasiz endi, mana bu zapis chiqdi, hozir sizni yuzingizni forma olti qilib chiqarib, bu hozir ko'rasiz qanaqa video qo'yadi. Battar buni. Men sizga yomonlik tilamagan edim. Siz yo'q deb turishingiz kerak edi. O'zingizni qo'shningiz rasmiy olib turganmisiz Svetani? To'ti papani qizi? Svetapani? Bemalol, meni hech kim tanimaydi. Yo, mana bu 100 bor-ku 100. Fes. Bu To'ti papani qizi Svetapaniki, Angrenda turadi o'shani. Birinchi tor ko'chada turadi. O'zi men bekordan bekor gapirganim yo'q, dedi. Eshityapsanmi? Ha, eshityapman, kar emasman. Bu o'zi emas bu. Bu qiz o'zi emas. Parangiz bu Angrenda, bu Parangiz bu umuman boshqa rasm qo'yib qo'ygan edi-ku. Bu Svetapani rasmi. To'ti papani magazinchi, mahallam boshidagi. Ko'tinkuy o'rindi, Svetapadi, Mashopadi. Degan bunaqa yo'q. Kulma. Degan bunaqa qilmabdi nima o'zimiz singilcha. Bo'pti, nima qilamiz bo'lsam, abitdan keyin so'qirlar mo'ljada ko'rishamiz, xo'p? Bemalol nima bo'lsa, o'sha yerda bir aylanamiz. Ya просто yuragingiz qilib turibman, просто yordam. Qayoqqa chiqaman? Hozir menga kapli qo'yishadi. Unayni o'zim boraman o'sha yerga. Sayt. Bemalol. Harom. Voy isqirt. Voy jallab. Master class ko'rsatsam ham biladi, gapirishni bilmaysan. Hozir mana shu yerda turib, agar ishonmasang, qarab tur. Jela qalaysan, go'zal qiz. Yaxshimisan?
Toshkentning ob-havolari qanday ekan? Anchadan beri musofirda yuruvding, bording O'zbekistonimizga. Bo'g'ilmayapsanmi? Yo, rahmat. Desang, endi ko'pga emas, kamga emas, bir 10 kunga hozir Dubayga bilet tashlamoqchiman senga. Bugun Habibdan keyin uchasan, 10 kun bemalol Dubayni ko'rib, aylanib, Bo'ldi, Dubayga borish orzuyim-ku. qisqa nahali bilan. Sen manas nimaga meni gapimga o'taysan? Iflos Dubayda yesam to'xtabdi. Nima qilgan men bitta Toshkentning havosi yoqayotgan bo'lsa yaxshi. Yo'q, sani gapirishing o'ta ana yaponlar borku, "Hansandonglar, hansadaman ha" deb gapiradigan shunday gapiryapsan. Ya men boydan bir yaxshi gapiryapman, sizlar miyangacha davleniya berib yuborasizlar. Bu yoqdan bu yoqdan tortyapsizlar buni. Tortmay tursalar, men bu bemalol gap yo'q, joni sog' bo'lsin, akam bo'lasiz, Alikar aka, xo'p bo'ladi, gap yo'q. Qattasi hozir deydigan darajadagi inson bu. Dilya, chunki men bilaman anchadan beri buni. To'g'rimi Dilya? Loykarol, sen kelishing bilan toq qolib chiqaman, u qilaman, bu qilaman deganingdan keyin qaysi qiz gaplashadi sen bilan? Toqqa. Uni toqqa. Bu Ali Karol mana bu qatortolda o'tiradigan matishalarning ichida o'tiradigan qizlar bilan pramo toqqa ketaverganini qo'yganda hamma shunaqa deb o'ylaydi. Hamma o'shanday fohisha deb o'ylaydi-da bu iflos. Yo'q, astag'firullah, unaqa demalar. Men tushundimsan. Bila o'zimizni singilchak, unaqa demalar. Mana qara, shoshma. Ali mana qara. Nimaga hozir chiqqan qizni birinchi marta ko'rdim. Chiroyligina muomala qildim. Ko'ngli bor ekan, qalbi bor ekan, menga yaxshi muomala qildi. Seni qilayotgan muomalangni erkak kishi mana chekkadan qaragan odamlar aytsin. Jalab sen bilan bonaga eshak borki, kurracha ko'tarib yurgan, kurranga qilayotgan muomala qilyapsan hozir. Ko't. Allah prikaz qilyapsan. Bugun chiqqan vaqt bugun ko'rishamiz, soat nechida ko'rishamiz, menga telefon qil deyapsan. Ya. Lubo qizga bunday detsang, "Idin naxoy" deydi. Lubo qiz ham aytadi. Yo aytmaysan ham qizlar. Hop, jim tur, hop. Dilya? Ha. Qattiq olmayaptimi? Bir narsa tur gapiryapman. Aralashmaydi. Og'riq yo'q. Hammasi joydami? Da. Yaxshi bo'lgan. Anaqa havo qanaqa ekan Toshkentda? Yaxshi, salqinroq. Soya yemyapsanmi? Ustingga bu narsa olib bormaymi? Yo'q, narsam bor, rahmat. Yo, olib kelib bersa ham, bu narsa shundoq tushib, nimaga, magazingami yo bo'lmasam butikkami borib, musobatga borib, shundoq chiroyli kimdan olib, ya'ni olib o'taman. Agar esayotgan bo'lsang, o'zim u narsa yeyishga bu narsa olib yeyib o'tirasan. Loykarol, chiramma o'xshamadi baribir. Jim tur, yo'q, jim turgan, yo'q. Gapirayotganda jim turgan, kulmay tur, iltimos dedi ya. Rostdan qizlarni o'rashni bilmaysan. Jila. Unaqa o'ralmaydi. Jila. Ha. Afsuski, ozginagina ozor olaman. Agar hozir Xorazmda bo'lganimda ham Toshkentga kelganingni bildim-ku. Chiroyli o'zim bannisada halol so'ragani bor edim. Rahmat. Bor edi. Seni qayring og'risa, bizni ham o'sha joyimiz og'riydi. Masofadan seni og'riqlaringni his qilaman. Dila, короче, bugun shanbami, juma bugun. Bo'lsa shanba, yakshanba, dushanba kuni kechga yo'lga chiqaman. Seshanba kuni boraman oldinga. Qashqadaryodan, Sardorda nomidan, o'zim nomidan senga shunaqa addushi tandir, sovg'a salomlar bilan boraman. Tushiray mana bu Ali Karol nima kerak? O'zim boraman. Mana moji. Men boydan bir gapiryapman, tandir olib boraman. Tandirni birinchi o'xshatolmayapsan. Yo'q. Dilya? O'xshatolmayapsan, Ali. Dilya. Nima gap? Qanaqa yaxshi qarashyaptimi senga? Ha, rahmat. Yo'q, yaxshi qaraydigan bitta farrosh kerak. O'tasanmi oldi ishga? Bo'ldi, o'taman. Bormagan erkak emas, hozir boraman. Qayerdasan hozir? Aytgan, men qaysi bansadagi 16-gol banisa. 16 gol bansada emas, 16 gol bansa sen bilan bemalol gapiryapsan. Ko'ting siqib qo'yding sana. Men aralashmay turgan, men gapiryapman bunga. Dilya? Ha.
Yo'q, yaxshi qarashyaptimi? To'shni aytaver, qo'rqmasdan aytavergan. Agar yaxshi qarashmayotgan bo'lsa, o'zim hozir borib, nima bo'lsa, kamchilik bo'lsa, o'zim ko'taraman gapni. Yaxshi, rahmat. Go'sht yeysanmi? To'ra, ular emasga. Ona sala gapirganda, ona sensa ajdanki bo'lmay turibman, ajdanki bo'lmay turiblarni, bu bilan gaplashyapman. Gaplashadi. Bila. Menga qara Loykarol, yo Alibanat akagami, yo bo'lmasa Sardor Gansirgami shogirdlikka tush, qizlarni o'rash bo'yicha. O'rolmayapsan. O'rayman, men senga o'rash uchun gapiraman, sen singilchamliging uchun gapiryapman, jinni. Men bu sevgim qanaqasiga toqqa olib chiqib ketaman deysan. To'g'ri havosga baqiraman qo'yindiman. Nima u yoqdagi ani polni kasal nimalarni oladigan tema bor u yoqda. Sababi polni ani buqolaringni, mana boshlaringni og'rig'i, davleniya deysanmi, har bolani polnisi olib tashlaydigan bo'stonlig'i oqtoshchi havosi bor o'sha yerda. Azolar misol uchun Ali Jojman, sen o'rgana olmading. Bitta kursda master klass o'rgana olmading. Yana go'stiga любой bitta qizni ko'taringlar. Men jim turing. Davay. Qor malikasini ko'tar. Ko'tar, kimni bo'lsa ko'taringlar. Qani? Alo. Alo, Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sardor aka yaxshimisizmi? Rahmat. Katta qiz bo'lyapsizmi? Rahmat. Ko'zlari juda ham chiroyli ekan. Nechinchi yilsiz? Malda 2004-yilmi? Voy. 2004-yilda legenda bo'ladi-da. Qatlaysiz, sir bo'lmasa. Buxorolikman. Voy, Buxoro, bu yizaning. Buxoro zo'r joylar. Joningiz sog' bo'lsin. 2004-yil ekansiz. Endi bir restoranlar kirayotgan bonagidek. Davlat bolamasman. Bugun kechga muzqaymoqqa taklif qilmoqchiman. Muzqaymoq yegan chiqamizmi yo'q? Muzqaymoq faqat. Men O'zbekistonda, siz O'zbekistondamisiz? Endi mabodo O'zbekistonda bo'lganimda muzqaymoq yegan taklif qilsam chiqaydingizmi yo'q? Ha, chiqardim. Voy bila! Ya Guli, salom alaykum. Jam, Ali Karol jam. Yaxshimisiz Guli? Rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Ali Karol O'zbekistonda Toshkentdan Buxoroga boraman, muzqaymoq yeymiz desa chiqaydingizmi, chiqmaydingizmi? Yo, Sardor akam taniyman-da, u kishini tanimayman, chiqmayman. Voy bila! Ana, meni ko'taring deyapti, meni ko'taring deyapti. Nimani sog' bo'lsin. Qor malikasini ko'taring meni deyapti mana. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Buxoro qizlari go'zal bo'ladi. Buxoro ro'zamin. Qor malikasi meni ko'taring deyapti. Shuni qor malikasini ko'taring. Qor malikasi yo'q deyapti. Nuriya bormi, Nuriya? Bilinmayli, yaxshi dam oling, tushuring. Mayli, rahmat. Tomosha qiling, kuzating. Hozir men buni bir o'zim jilom. Ali? To'xta mana. Men jim turaman. Ha, qani, boshla. Kim? Bunga ham. Assalomu alaykum. Ha, ur. Ayozma, bitta jim bo'ldim men. Assalomu alaykum, qalaysiz yaxshi qiz? Yaxshi, rahmat. Joningiz sog'mi? Nuriyaxon, ismlaringiz bilan go'zal, ko'z tegmasin. Qatdaysiz? Qashqadaryo. Wow! Qayerdan? Daryo Sila. Nuriyaxon? Gresdanman. Voy, meni zimlagim ekan-ku bu Dilshod aka. Nishondan. Ha. Kecha ertalab Dilshod aka batl tashladingiz-da, keyin mana u qiz siz bilan o'ynamoqchi ekan deb chiqib ketdingiz. Manmi? Ha. Nuriyaxon? Ayplas, amaras. Jimtira, Ali Karim, jimtir. Endi gap to'g'rigacha yetkaz. Davomli. Gresdanmisiz? Gresdana. Voy, Gresda lekin juda ham bir baland veshga turadi. Samarqanddan shunday chiqib turib qarasa ham ko'rinadi. Juda ham bir chiroyli joylar. Bugun bir Dilshod akam sizni bir muzqaymoq yegani taklif qilishmoqchi. Bugun muzqaymoq yegani chiqasizmi yo'q? Yo'q. Nimaga? Tomog'ingiz og'riydimi? Jimtor, nima vaqillaysan? Jimtor. Tomog'ingiz og'riydimi?
Yo'q, o'zi yemayman мороженое. Ye, mayli, boshqa bir просто так, для интерес. Ha? Qara buni yo'qotay. Buni bilan xirsi yo'q ekan bu qizi, to'nga. Ya, to'xta, tushirma, Yo'qot. Xirsi yo'q ekan. Tushirma. To'nga ekan bu, to'nga ekan jalab. Xirs degan narsa yo'q. To'xta, iflos. Men bittada sezdim. Menga qara, jalab. Voy, o'tog'bosh, eshitdi, ko't. Voy, eshit dalbayoq. Qara. Haromi. Menga qara, dalbayoq shoshma. Ba'zi bir qizlar, jim tur. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, datchik bo'lmaydi. Bunaqa sezgi organi, bir ixtirosi, qanaqadir bir dunyoqarashi, bir yuraklari keng bo'lmaydi. Erkakdan farqi bo'lmaydi. Bu qiz shunaqa ekan, tushundingmi? Yo'q, balki bu salaga chusut qilmayotgandir. Balki menga sezgi o'rgangan. Menga qara, jalab, kallangga qo'tag'im qiz bola borku, erkak kishidan xarakteristika ajralib turadi. Bu qizda bunaqa bir qiz bola xarakteri yo'q ekan bu qizda. Men bittada gaplashib bildim. To'nki ekan. Nimaga sen Ali Balatga to'xta, meni aytmayapsan. To'nki ekan bu. Sen bilan endi itam ko'rishmaydi-da, ko't. To'xtani. Senyorita qam, senyorita. Bir qop Gaplashmayli, men jim turaman. Gapir. Assalomu alaykum, Nozixon. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, xormanglar. Nimajon? Rahmat, Allohga. Yoshingiz katta inson ekansiz. Opa, Unaqa demanglar, nimaga? Nozixon qarang, Nozixon boydan bir mana ikkalasi borku, mazga kirchitib qotdi demayapmi, to'g'risini aytsam. Qarang. Muzqaymoq yalagani bormaysizmi? Men bilan bir aylanib. Yalagani demaydi, yegani deydi-ku, muzqaymoqda. Siz ham aytingda, siz ham yalashga kelasizmi dengda. Yo, ko'tira qistir endi, harom ko'tiribdir. Yo, Nozixon, nima, marojniy yeb tashlagani aylantirib kelasiz. Yo, anu nima to'g'ri aytyapti, Dila to'g'ri aytyapti. Haqiqatda qizlarni o'rashga yo'q ekansiz. Kelgan qizlar siz yoningizdan qochib ketadi-ya bu savol javobingizga. Nozixon, xo'p, yo, nimaga qochib ketadi? Yo, yo, qarang, Nozixon. Charib ovozingda qulvachcha, shoshmay tur. Siz qo'pol gapirar ekansiz. Tomdan tarasha tushgandacha shunday gapirar ekansiz. Assalomu alaykum, go'zal qiz. Assalom, Sardorjon, yaxshimisiz, tuzimisiz? Go'zallik qolikasi, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Endi bu qopti. aybga buyurmaysiz, salgina bir tomi ketib, kurralar bilan divizyon qilayotgan bo'lib qolib, qiz bilan ayolni farqiga bormayotgan, erkakni farqiga bormayotgan bo'lib qolgan. Nozixon, siz O'zbekistonning qayeridansiz? Qo'qondan. Vau, Qo'qonning qizlari dunyodagi eng go'zal qizlar bo'ladi. Shunaqa, o'zi hamma qo'qonliklar chiroyli-ku. Qo'qondagi Darxonda bo'lgan sizni muzqaymoqqa taklif qilmoqchiman, chiqasizmi? Albatta, siz bilan bo'lsa hammaga orzu-ku bu. Mana qarang, opa, yo sizga yarashish. Nimaga? Odamni yoshi emas, odamni qalbi yosh-ku. Opa, bu iflos marojniy deb aldab sizni sikmoqchi, dangal aytaman. Qo'rqmayman, dangal aytaman. Ayol kishi xohlamasa erkak kishini qo'lidan kelmaydi, katta ketmang, Qarol. Yo, seryoz aytaman. Bu hozir marojniy deb aldab sizni konkret sikmoqchi, o'lib ketay agar. Xolasa men interes so'rang. Xohlamasa erkak kishini qo'lidan kelmaydi. Agar ayol kishi xohlasa, erkak kishi shu ishni qiladi. Siz xohlarmidingiz? Ha? Xohlarmidingiz? Nimani xohlardim? Misol uchun, misol Sardor bilan konkretni bo'lishni oxirigacha. Endi men ikkovimiz o'rtamizda munosabat sizga aytishim kerak, ha? Yo, bu yerda 2200 odam bor, 2200 odamni ichida aytasiz. Chunki 2200 odam nima bo'lsa o'shalarga savol berasiz. Nimaga siz shamushab turasizmi ikkovimiz bo'lib turganimizda? Yo, bu yerda 2200 odam bor, bo'lmasa 2200 odam shamushlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shancha aytaman sizga, hammani oldida gapirildimi? Oxirigacha hammaga ovoza qilmaydi-ku, misol kim qayerda nima. Mana yo'q. Nozixon, bitta savol tug'ildi. Ali Karol jim turing. Umringizni oxirgacha Ali Karolga umringizni bag'ishlarmidingiz? Bag'ishlamayman, chunki hozir gapirib turgan nimasidan u qilgan ishini hammaga gapirgan erkak ekanmi? Yo, men hali sizdan gapirganim yo'q. Agar Ali Karolga tegsangiz, Ali Karol bilan er-xotin bo'lsangiz, Ali Karol bilan er-xotin bo'lib jinsiy aloqa qilsangiz, polni mahalla eshitadi. Qani, kecha xotinimni unday qildim. O'zi TikTok ishlatgandan keyin mahalla eshitadi-ku. Yo, unaqa bo'lmaydi. Qarang, Ali Karol berib turgan savolingizni o'zi unaqa-ku, haligi chiroyli savol bas-ku.
Bu savol emas, bu javob berildi sizga, aytib berildi Olilanish sababi. yuvasiga o'lama. Sardorjon sizni anaqa qilmoqchi deyapsiz. Sardorjonni ichidagi gapini qayerdan bilasiz u nima qilmoqchi bo'lganini? Siz nimaga Erkakchi ayolchidan xulosa chiqaryapsiz? Hop, javob qarang, bu to savol javobli o'yini ketmayapti. Viktorning o'yini Bankaro gapimni eshit. Erkak kishi ham bo'la oladi, gapimni eshit. Dunyo faqat unaqa sen o'ylagan jalebonagida jinsiy bir nimadirlar qilish bilan ana emas. Odam samimiy munosabat nima qilishi mumkin? To'g'ri, marojnaga borib, marojna yalashi mumkin, marojna yeyishi mumkin, lekin reski pastelga kirib ketmaydi. Ayol kishida xohish bo'lmasa, erkak kishi qanday keyf qiladi? Pasteldan maqsad nima? Keyf qilishmi? Agar ayol kishi xohlamasa, uy bilan yotgan bilan baravar-ku. Qarang, eshiting, men buni misol uchun siz endi bilasizmi, bilmaysizmi bilmayman. Men bu yerga Dilya mana Dilya degan. Men bilaman. Yo, men sizni bu boshqa gap gapiryapman. Tema boshqa narsada ketyapti. Qarang. Oxirgacha gapni eshiting, shoshqaloqlik qilmay turing. Mana. Men aytayotganim, Dilya, men seni dedim, yaxshi ko'raman deganim yo'q, lekin men seni dedim, olib boraman, aylantirib kelaman toqqa dedim, yoki bo'lmasa Toshkentda bo'lsang, Yangoch degan joy bo'lsa, olib boraman deyapman. Lekin bu yerda sevgi muhabbat temasi rol o'ynamayapti. Kak nima deydi? Kak bir-birimizga mehr ko'rsatish degan tomondan. Ali Jozma. Hozir mana qizga ham tanimaysan mayli. Shuni yur, to'qqamansan, olib chiqaman, qattasan, nomerimga telefon qilib boryapman, qattaligini ayt desang, bu qiz aytadimi? Har bitta qiz har xil. Aytadigani bor, aytmaydigani bor. Menga qara, sen u bonaga qator to'lda turayotgan jalablar qilayotgan muomala qilyapsan bular. O'rganib qolsan, to'g'ri aytdi, o'rganib qolsan eshikka urib. Ayol kishi bunaqa muomala qilmaydi, haqiqatda Karol. Qoldimmi? Dilshod aka bu muomalani bilmaydi-da, yana Toshkentlikman deydi. Toshkentlik akalar hammasi muomalali bolalar-ku. Bunda muomaladan may yo'q-da biladi. Yeban bu Toshkentlik emas. Toshkent viloyatidan bu. Toshkentdan emas, viloyatidan. Angrendanman dedilar. Mana Toshkentdan. Deydi, tanidilar. Men ataga paxta qo'yish yoki narsa emas, Qo'qonga borganman. Qo'qonning qizlari O'zbekistondagi eng chiroyli qizlar bo'ladi. Sardorjon, Xudo xohlasa nasib qilsa, Qo'qonga kelganingizda aloqaga chiqsangiz, Xudo xohlasa kutib olaman gap javob. Chunki bu haligi mehmon qilish degani birpasda pastel yo bir nima emas, odam samimiy munosabat, samimiy aka bo'lishi mumkin. Odamlarning gapi uchun bir teng. Ali Karol ham bormoqchi, kutib olasizmi? Erta indinlarga boraman deyapti Ali Karol ham. Kutib olasizmi? Ali Karol bilan ko'rishgan West TikTok bilar ekan. Nima deydi? Ali Karol bilan qiyin ekan. Nozixon, qarang Nozixon. Medikman deyapsiz-ku, to'g'rimi? Ha, medikman. Значит, siz psixologdan ham katta nimadasiz. Bilasiz, katta chuqurlikka ega insonsiz. Bo'lmasam Qo'qonga men yo'lga chiqay ertaga. Qadi? Menga siz 3 kunmi, 4 kunlik bir kurs o'ting, shu mana shu qizlarni qanaqa situatsiyada, qanaqa muomalada, qanaqa temada, qanaqada bir harakatda davom ettirish hamda ularning yuz ko'zlariga qaraganda bitta chiroyli gaplar bilan o'z domiga. Karol, siz birinchi o'zingizni bosib olishingiz kerak, odamni ishni bilishingiz kerak. Siz deb hali molxonami, qo'yxonaga o'xshab turgan deb baqirib yuboryapsiz, odam qo'rqitib yuboryapsiz. Sizlar qochib ketadi. Hurmatiga paloncham negativchilar. Mana bu qizlar bor. Endi sizlar bitta narsani tushuntiring. Mana shu kelib turgan, mehr berib kuzatib turgan TikTok platformalaringda TikTok qilib turgan inson Sardor gangster bo'ladi. O'zbekiston auditoriyasida o'zbeklar xayoliga tushiga kirmagan darajada qanaqadir ham cho'qqilay erishgan Sardor gangster bo'ladi. Onasini hamsa Sardor gangster TikTok Cheral Jurepi bo'ladi. Nima bular ko'rish orzu bo'lmaydi. Men Farg'onada Oltiariqda men konsert qo'ygan paytim artistlaringni ko'rib turib, artistlarga qarshi chalmagan odamlar nima deb men endi bir ikkita negativchilar nimadir deyapti-da. Men chiqib turib mikrofonni ko'targan paytim xaloyiq o'rnidan qo'zg'alib ketgan. Mana men degan artistlaringni ko'rmasang, meni ko'rayotgan odamlarim bor. Yomon maqsadda
qarangda Sardor bitta narsada siz oldindasizki, hammasi zarqaysan gapirib g'iybat qiladi. Chunki haligi sizni sharoitingizda, sizni holatingizda yashalmay turgan. Men misol pat qo'yish ba'zi, men bu TikTokka bir moneta yo уровень ko'tarish. Men просто samimiy munosabat turganman. Xorazm qora marvaritim meni. His qili, Loy Karol. Az qarab turgan. Menga keldim, xursand bo'lib ketdim. Ona senga kelibdi palagat. Ona menga keldim dedim. Meni yonimdan chiqib ketdi. Menga ko'zim mundoq qarab turdim. Prosta gapimni eshit. Liboy bitta borki, yosh katta bo'lsin, yosh kichkina bo'lsin, agar haqiqatdan ham qiz bola bo'lib, ayol kishi bunday hislati bo'lsa, hammasini o'zini his tuyg'usi bo'ladi. Chiqib olib turib, toqqa ketamiz, davay, manzilingni ayt, nomeringni ayt desang, bu qizlar aytadi, liboy, mayli bu, sen bir pizdes odam bugun. Dinna qo'y deydi. Muomala qilish kerak bularga. Ayol kishi qalbi shunaqangi bir darajada bo'ladi, yaxshi gapingni ham, yomon gapingni ham birdaniga taroziga oladi. Sen gapirayotgan gapingni qara, jalabga qilayotgan muomalani qilyapsan bunga. Dinna qo'y deydi oxiri. Noto'g'rimi yo'qmi Dilshod aka? To'ppa-to'g'ri. Medik temasi bo'yicha hozir aytganingizga, medik temasi bo'yicha siz shuna ginekologmisiz, shunda yo akusherlikda ishtirok etadiganmisiz yo qanaqadir yo'nalish bo'ladi-yu baribir shunaqa. Meni omib gapirayotgan gapingni qara, Uni eshik ya xolangni omlariga sikilsin, musorda bilan. Qota qarab. Harom aralashmaydir, harom gapiryapti. Nas qo'tovga sakrosam harom. Nozimlar senga uzoqdan olib kelman-da, jinni. Nozixon? Bog'chada hamshiraman men. Hali ona solmasa, gapi yaxshi. Bog'chada bolalar nechta o'zingizda? O'g'lim borlar. Bitta o'g'lingiz, jonlaringiz sog' bo'lsin, katta yigit bo'lsinlar. Har doim o'ynab yuraversinlar bizga o'xshab. Ilohim amin. Anaqa qarang. O'lay sizga ko'zmunchog'im bog'chada ishlaysizmi? Bolajonlar bilan-a? Da. Voy, juda ham bir qalbingiz bir nozik qiz ekansiz, ko'z tegmasin. Sizni o'zingizni ko'rmaganman-ku, mana bu muomala qilib gaplar. Qarang. Bir shaham yog'dusi ostida, restoranda, xohlaganingizda eng zo'rida. Faqat siz va men sham nuri ostida o'tirib dardlashishga nima deysiz? Degan kuningiz Xudo xohlasa nasib qilsa. O'tavosh his qil. Nozixon? Labbi. Men O'zbekistondaman. Agar ko'rmasangiz, oy shulasida siz bilan va men bir-birimiz bilan sham ishlab tursa, nima deb o'ylayman. Savol adashib ketib qoldim. Anaqa nima? Yasham ishlab turamiz shunda. Yo, adashib ketib qoldim. Men tushib kelaman. Adashib ketib qoldim, yo'q. Anaqa Karol baribir o'xshamayapti. Karol rostdan o'xshamayapti. Harakat qilyapsiz, to'g'ri o'xshamayapti. men endi qizlar bilan siyosat qilib yurmagan bo'laman. Agar yo'q demasangiz, xo'p siz Kurralar bilan biznes qilganda bu. Katina qisqa. Agar yo'q demasangiz, bir yoningizga borib, o'zimiz nima deydi? Kamola degan qiz menga gapi bor ekan. Ko'taringlarchi, nima gapi bor ekan? Qamta eshitamiz. Kimmi? Kamola, Miss Kamoshkami yozilgan. Boyadan beri Sardor sizga gapim bor deb yozyapti. Qani, nima gapi bor ekan? Gostida bormi shu qiz? Hozir bor ekan. Voy, rahmat deb yozyapti. Ash qiz, ko'taringlarchi. Eshitdim. Assalomu alaykum. Alaykum salom. 1 soatdan beri yozaman, oxiri tushdimi? Endi ko'rib qoldik-da, ko'rmabmiz. Sardor, yaxshimisiz? Maziz yaxshimi, sog'lig'ingiz? Rahmat. Men sizga bir gapim bor, boya aytdingiz-ku, negativlar u bu deyapsiz-ku, artistlardan nima? Muxlisim ko'p. O'sha gapirayotganlar bitta gapim bor-da meni.
Чтобы o'sha narsani o'shanda sizda bo'lib ko'rishsin oldin. Batilni masalan shartlarini ko'raman. Bajarasiz, men sizni kuzatib yurayman-da har doim. Qashqadaryodanmi qiz? Qashqadaryodanmi? Молодец. Xalqidanmi? Men sizni yo sizga maqtash yoki siz nimadir qilish emas, to'g'risida men sizga havas qilaman. Shu hammasini qo'pol bo'lsa ham ko'ta etsa qilsin shuni. Ko'ta etmayaptimi, qilmasin, gapirmasin ham. Qo'ldan kelsa qilsin. Qo'ldan kelmayaptimi, shu narsani gapirib, narsa qilib. Qamalib ketadi, balo batar deb yozishyapti-da. Masalan, sizni ko'rib turibman-da hozir. O'sha qo'rqyapti, balo batar. Xohlasa sen ham qo'rqdi, xohlasang ket, sen ham Dubayda mazza qilib yasha otellarda. Qo'lingdan keladimi? Kim gapirayotgan bo'lsa. Qo'lingdan keladimi? Qil borib. Qo'lingdan keladimi? Bitta qozoq bilan, qirg'iz bilan, boshqasi bilan efir qil. Duxing yetadimi? Keyin gapir. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri opajonim. Opajon, agar xo'p desangiz, biz shunda o'zimiz temir hal qilib yo'ldimas. Ular men sizdan kichkinaman. Men singli jonimmi bo'lsa, mehribonim sizdan. Voy, mana bo'lib O'chara qari tunga yosh qiz nechinchi yil Kamola? Ja, yosh ham emasman. 26 emas. 91 nima dedingiz? Молодец, manaki. 26. O'saka, молодец. Men rostdan men sizga haqiqatdan muxlisman. Kim nima desa, umuman qizig'i yo'q. Qizlarni gapirasizmi, boshqa narsami? Men rostdan muxlisizman. Gapirilayotgan qizni gapirasiz, gapirilmayotgan qizni gapirmaysiz. Men siz rostdan ham bu maqtash emas sizni yoki boshqa narsa paxta qo'yish emas. Kamola 1 minut. Biz ham Qashqadaryodan, men Sardor siz bilan hammamiz zemlya ekanmiz. Ali Karol bilan qolgan umringizni birga o'tkazarmidingiz yo'qmi? Ali Karol? Yo'q, aytolmayman. Xudo peshonamga kim yozgan bo'lsa, o'sha bilan hayot quraman. Balkim u, balkim boshqa. Opajonim mani. Opajonim mani, mehribon. Singiljonim mani. Effekt qara, haromi. Basharasi apta effekt. Haromi. İbrahim. Yo'q, tez effekt o'tir, nima basharangdan uyalasan Karol? Tez effekt nasmi? Effekt yo'q bo'pti. Qani effekt? Qani. Mana. Qani effekt? Ibrat qara. Yop kamerani yop. Shu narsa aytaman-da, Ali, masalan, nima? Ali Banat, siz ismingizni bilmayman, kimsiz? Bu hammani o'zini chiroyi bor, uni Alloh yaratgan. Hech kim buni bunaqasan, bunaqa yoki ko'zing bunaqa deyishga haqqi yo'q hech kimni. Men o'zim fikrimni aytaman. Ali bitta gap gapiraman. Qanaqa xunigi? Alloh yaratgan. Ali qaraychi. Sochim yo'q, qoshim yo'q, soqolim yo'q, lekin sendan chiroyliman javob. Sardor o'zi nomer ading. Meni chiroyligimdan yaxshi qoladi. Men Druzaga qo'shdim bu Kamola atpiska qilibdi. Do'stlardan chiqtirsa. Yo'qmadi menga bu xarakteri. Nozixon, Nimaga tushirding? Nimaga salani gaplarni patisa qilsa kerak edi? ya shoshma. Ali shoshma. Qilsa qip-qizil pomidor. Ali, gapni eshit. Shoshma gapni eshit. Gapir. Mana Nozixondan so'ra. Hozir men basharamni ochdim, ko'rdi. Mana sen basharangga effekt qo'yib olgansan, bona ko'tlar o'xshab qo'ygan. Endi eshit. Bor effekt, bu tag'in yeysan.